Bir yigit aytadi, aka, yetim bilan yetimning farqi bo'lar ekan. Otasi olamdan o'tgan yetimlarga ba'zida havasim keladi. Ular otasini sog'insa, otasini ko'rgani qabristonga boradi. Bizga o'xshagan yetimlar qayerga borsin? Dardini kimga aytsin, deyapti-da. Boyagi bola aytadi, aka, otasi olamdan o'tgan yetimlardan ko'ra otasi tirik yetim farzandlarga qiyinroq. Otasi olamdan o'tgan yetim farzandlar otasini sog'inib, ko'rgisi kelib yashasa, otasi tirik yetim farzandlar otasidan nafratlanib yashaydi. Otasini ko'rgisi kelmaydi, deyapti-da. Boyagi bola aytadi, xatoni dadam bilan onam qildi. Azobini men tortyapman, deydi. Boyagi yigit bir o'zi yoqtirgan, o'zi bir qizga uylanibdi-da. Bu yigitning ota-onasi ajrashgan ekan. To'ydan oldin otasiga juda ko'p iltimos qilibdi. Yalinibdi, yolvoribdi. Dada, to'yimga boring. Men sizni kutaman. Sog'inganman. Menga duo bering. Yaxshi kunimda yonimda bo'ling, debdi. Otasi